Davom etamiz. Toshkent davlat stomatologiya instituti hamda Germaniyaning nufuzli instituti olimlari hamkorlikda yangi ilmiy-amaliy loyiha dasturini ishlab chiqishdi. Bu loyiha Xalqaro Barrov jamg'armasi tomonidan e'lon qilingan grant tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Tish kariyesi yer yuzida eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri. Unga qarshi profilaktika usullari ishlab chiqarilganligiga qaramasdan, oxirgi yillarda butun dunyo aholisi orasida zararlanish holatlari ko'payib bormoqda. Bu hol yosh bolalarni ham chetlab o'tmayotgani esa insonni tashvishga soladi. Mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida yurtimizda oxirgi 10 yil ichida kasallikning bolalarda uchrash holati oshganligi kuzatilmoqda. Yurtimizda stomatologik profilaktika bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlarning nisbatan kamligi va ancha yillar oldin bajarilgani bu tizimni hozirgi zamonaviy talablarga mos tarzda boyitish lozimligini taqozo etmoqda. Ayniqsa karies epidemiologiyasi va uning jadalligini o'zgarishi haqida to'liq ma'lumotlarning yo'qligi davolash uchun zarur bo'lgan ratsional ish rejasini tuzishni murakkablashtiradi. Toshkent davlat stomatologiya instituti Germaniyaning Wittenherdecke universiteti olimlari bilan birgalikda ilmiy amaliy loyiha dasturini ishlab chiqishdi. Ushbu dastur respublikamizdagi stomatologik vaziyat haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lish hamda kariesga qarshi innovatsion profilaktika yaratish uchun mo'ljallangan. Loyiha O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlandi. O'zbekiston Respublikasidagi 7 yosh va 14 yoshli bolalarni og'iz bo'shlig'i va stomatologik kasalliklarini, ya'ni shu aholini 10%ni tashkil qiladigan bir qismi o'rganiladi. Hozirgi kunda 12 mingdan ortiq shu yoshdagi bolalar o'rganish tashkil qilinadi. Bu loyiha, demak, Angliyaning Barrov fondi jamg'armasi e'lon qilgan grant loyiha doirasida amalga oshiriladi. O'ylaymizki, bu O'zbekistonga jalb qilinayotgan stomatologiya yo'nalishidagi epidemiologik izlanishlarga sarflanadigan grant yutib olindi. Olingan raqamlarga qarab turib, demak, respublikamizda kasallik qancha ko'p tarqalgan, u yerga shu atrof muhitni ta'siri, aytaylik, u yerda suv tarkibidagi ftor konsentratsiyasi ham o'rganiladi, iqlim sharoiti o'rganiladi va har bir joy uchun stomatologik kasalliklarni profilaktika dasturlari ishlab chiqish bo'yicha qarorlar qabul qilinishiga bu xizmat qiladi. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun Barrov jamg'armasi hamda Toshkent davlat stomatologiya instituti o'rtasida shartnoma imzolandi. Unga ko'ra, maktab o'quvchilarida og'iz bo'shlig'i kasalliklarining tarqalishi va rivojlanish ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida jamg'arma tomonidan grant ajratildi. Bu mablag' yangi izlanishlar olib borish va uni amaliyotda keng tatbiq etishda ko'mak bo'ladi.